Aka? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Qarang, bu yerda bitta aka bor edilar-da, boya gulab ketuvdim shulardan. Shu yerdalarmi? Yo'q, bu yerda ayol kishi ishlaydi, men o'zim ishlayman. Gul kerakmidi? Gul qarayotganmidingiz? Yo'q, boya bitta akadan gulab ketdim. Bilmayman, akangizlarmi yo xo'jayiningizlarmi? Yo'q, erkak kishi ishlamaydi, bu yerda xo'jayin men o'zim. Bilmadim. Siz kimni ko'rgansiz, lekin bu yerda men ishlayman. Gul qarayotganmidingiz? Ha, yo'q, rahmat opa. Ha, mayli, bo'pti. Mayli. Xohlagan aytadi. Men bu Ayub. Anavi katta oqmi? Yo'q. Men bir o'zi yaxshi ekan-a? Ha, Ro'zi. Ha. Yaxshi, Chiroyli ekan yaxshi. o'sha. Bo'ldi, bo'lmasa olamiz. Bo'ldi. Yana qara. Keyin bu yerdan chiqqanda fast food bor ekan. Kiraylik. Fast food? Ha? Fast foodni nima qilasan? Restoranga boramiz. Yo'q, restoranga borgim kelmayapti. Fast foodga kiraylik. Mayli. Hozir gulni olaylik. Xo'p. Siroj. Ko'rib senga bitta taklifim bor. Oilaviy sharoitingni bilaman, Siroj. Nima qilishim kerak? Yo'q, hech narsa ish qilmaysan. Rosa bitta tanlov bor. O'shanga qatnashib qo'ygan deb aytayotgandim senga. Universitet reytingi uchun ham yaxshi, o'zingga ham pul bo'ladi. Shuni saytga kirasan, ro'yxatdan o'tib qo'yasan bo'ldi. Telefoningni olgin, ko'rsataman. Mana shu sayt. Shuna kirasan, ro'yxatdan o'tasan, bo'ldi. Ishtirokchiga aylanasan. Hozir. Xohlasang hozir o'tib qo'y. Xo'p. Yashilcha ko'rsatyapti qani. Nima anaga ekran? Yuzingga tut, tepaga qara. Pastga qara endi. Ha. Yashil bo'lyaptimi? Chapga qara. Endi o'ngga. Yashil to'ldimi? Ha, to'ldi. Ha, bo'ldi. Buni hozir tarqatishim kerakmi avvalani? Ha, hamma tanish bilishlaringga qancha ko'p tanish bilishlaringga jo'natsang, shuncha ko'p pul yozib boraveradi senga, yutish ehtimolingga ham oshib boraveradi. Qo'y, menga ham jo'natib qo'y. Bo'ldi.